Alo. Vay Dugonajon, oxiri ko'tarding ya. Nima javob berishyapti ya? Ay, Dugona, ishim ko'payib ketgandi. Kecha jo'natgan narsalaringni ko'rdim. Bir-biridan chiroyli liboslar, bir-biridan chiroyli taqinchoqlar. Menga juda ham yoqdi. Birortasini olmoqchi bo'ldingmi axir? Albatta, tanlayapman-ku mana o'tirib, bemalol xonamga kirib, tanlab o'tirgandim. Senga yoqqandan xursandman, hali bundan afzallar deb boraman o'rtoqjon. Rahmat, senga rahmat. Hozir Dugona hali o'chirmaganmiding? Yo'q, o'rtoqjon, nega gapirmay qoldingmi? Senga bir gapni aytmoqchiman. Bilasanmi, anchadan buyon xonamga kirsam, g'alati bir hol ro'y beryapti. Voy, tinchlikmi? Ertalab xonamga kirsam, mana shu javonda turgan barcha kitoblar, o'sha kitoblarni yozgan yozuvchilar, shoirlar xuddi menga assalomu alaykum, xush kelibsan deyotgandek bo'ladi. Keyin sen bilan yoki boshqa dugonalarim bilan bekorchi shu liboslar, taqinchoqlar haqida gaplashsam, bilasanmi, qanaqa hol ro'y beradi? O'sha kitoblar tilga kirib, kitob o'qigin deyotgandek bo'ladi, Dugonajon. Voy, gapni ham olasan-da, Dugona. Aytsam, mana kitob ham gapirar ekanmi? O'zingga shunaqa tuyulgandir. Yo'q, bu safar unday bo'lmadi. Hozir sen bilan gaplashayotganimda mana shu kitoblar aniq menga gapirdi. Dugonajon, sendan bitta iltimosim bor. Kel, yaxshisi bir kunimizni telefonsiz o'tkazib ko'raylikchi. Axir oldingi davrlarda ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz hech qaysi telefon ishlatmagan-ku. Internet ham bo'lmagan. Hamma o'zlari kitob o'qigan, o'zlari izlangan va qanchadan qancha yaxshi yutuqlarga erishgan. Kel, yaxshisi hozir telefonni o'chiraman, o'zing kutubxonamga kelgin. Bu yerda bir-biridan ajoyib qiziq kitoblar bor. Kitoblar olgin. Hozir uyga borib, o'zim ham kunimni bir kun telefonsiz o'tkazmoqchiman. Farzandlarimdan ham, nabiralarimga ham umuman telefon bermoqchi emasman. Sen ham shunday qilishingni taklif qilardim. Telefonsiz bir kun o'tkazaylik kunimizni. Xo'pmi? Xo'p, o'rtoqjon. Aziz yoshlar, keling, kunimizni bir kun telefonsiz o'tkazaylik. Bor kuchimizni, mehrimizni mana shu kitoblarga beraylik. Muhtaram yurtboshimiz aytganlaridek, mamlakatning qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch bu ilm, fan va ta'lim.